Qashqadaryo G'uzor tumanidamiz men. Suv filtr apparatini o'rnatdi. Agaratini ham sho'rlab ketyapti. Mana suv lekin balki chiris sho'r ekan. Namaydan. Chuqurdan chiqyapti bu 70-80 metr dedim. Necha metr xolos suv chuqurligi? Necha metr edi? Aka suv chuqurligi necha edi? 80 metr. 80 metrdan chiqayotgan suv, lekin suv juda nima desam ekan. Ichish tugul agarat sug'orishga yetmaydi. Mana agarati bor-ku, sug'orsa sho'rlab ketadi, ko'karmaydi. Ana shuni sug'oraman deb, daraxt qilaman deb hovliga aka filtr apparatni qo'ydi, kattasidan. Dengiz suvidan ham sal nimaroq. Bochkaga sal to'plasa, ozroq popem pasaygan ekan-u, lekin baribir ham aslida ham sho'r, haqiqatan sho'r. O'zbekiston bo'ylab dostavka qilamiz. Pastda raqamlarga telefon qilasiz.